Tefsiri Müyesser. A'raf suresi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ey peygamber, şunu esliginki öz vaqtida Rabbing Yahudilarga ta qiyomatga qadar ularni cho'qim qattiq azoblaydigan va xorlaydigan kishilarni avatib turadiganligi haqida ochiq xabar bergan edi. Cheksizki Rabbing kofirligi va gunohkorligi sababli azobga tegishlik bo'lganlarni nihoyat tez jazolagichudir. Gunohlarga tavba qilgan bandalarning gunohlarini albatta mag'firat qilguchidir. Ularga to'liq mehribondir. Biz İsrail avlodini yer yuzida turli firqalarga bo'lib atdik. Ularning ichida Allohning amr farmonlarini o'rindab, kishilarning haq huquqini qo'g'daydigan yaxshilari bor. Gunoh ma'siyat sodir qilib, o'ziga zulm qiladiganlar bor. Ularni yomon ishlarni tashlab, Rabbiga tavba qilsin deb rizqini keng qilib boyashachilik bilan sinadik. Ularni yana rizqini tor qilib, ziyon zahmatlarga duchor qilib, qattiqchilik bilan musinadik. Yuqorida sufda bayon qilinganlardan keyin ularning naslidan shunday nachar avlodlar borligi keldiki, ular Tavratga varislik qildi. Tavratni o'qib o'rgandi, ammo uning ahkomlariga xiloflik qildi. Ular mol dunyoga bo'lgan qattiq herisligidan bu dunyoning arzimas narsalariga berilib, pora elishga o'xshash eng razil qilmishlarni sodir qiladi. Ular shunday qilmishlarni sodir qilib turug'liq quruq orzu havaslarga berilib, Allah bizning gunohlarimizni mag'firat qiladi deb jo'raydi. Ular harom yeyishdan qo'rqmaydi. Haram pul mol ularning qo'liga kelsa, hech bir ishkilanmay oladi va haromni halol sanab yeydi. Ular gunohdan qo'l uzmaydi. Ashu Yahudilardan Tavratga amal qilish, Allah to'g'riliq faqat haqiqatni aytish, yolg'on aytmaslik haqida chin va'da ilingan emasmidi? Halbuki ular Tavratning ahkomlarini o'rgandi, uningga amal qilmadi. Bu vaqtda Allohga bergan va'dasiga xiloflik qildi. Sheksizki Allohdan qo'rqadigan, uning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlardan yanadigan kishilar uchun oxirat yurti eng yaxshidir. Harom yeyishdan qo'rqmaydigan ashu Yahudilar müminler uchun Allohning dargohida tayyorlangan mukofotlarning naqadar yaxshi ekanligini tushunmamdi. Ular aqlini ishlatmamdi. Kitobga ching esiladigan, uningdagi aqida ahkom masalalarining hammasiga to'liq amal qiladigan, namozni o'z vaqtida mukammal ado qiladigan kishilarga kelsak, sheksizki Allah ularning shu yaxshi ish amallarining ajrini to'liq beradi. Uni hergiz bekor qilib etmaydi. Ey payg'ambar, shuni esliginki o'z vaqtida biz Turtig'ini İsroil avlodining ustiga soyivandek tikligan edik. Ular navoda biz Tavratning ahkomlarini qabul qilmasak, tog' ustimizga tushib ketadigan bo'ldi deb o'yladi. Ondan ularga aytdikki, Rabbinglardan qo'rqishinglar va uning azobidan saqlanib kelishinglar uchun o'zinglarga berilgan samoviy kitob Tavratga mahkam esilinglar. Uning ahkomlariga amal qilinglar. Uningdagi ahdi misaqlarni esinglardan chiqarmanglar. Ey payg'ambar, shuni esliginki o'z vaqtida Rabbing odam bolalarini otalarining pushtidan chiqarib, ularni Allohning bir ekanligiga, hammaning yaratquchisi va egisi ekanligiga e'tiqod qilishdan iborat yaratilishdan biri tabiatga o'rlashtirilgan haqiqatni e'tirof qildirgan edi. Ularni bundoq e'tirof qildirish qiyomat kuni ularning biz buni bilmagandik, buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demasligi yoki ota bobolarimiz ilgari Allohga sherik keltirgan va Allohga bergan ahdisini buzgan ekan, bizmi ularga ergashgan edik. Bizning faqatla ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor. Ozg'unlarning ibodatda Allohga sherik keltirganlik qilmish tufaylidan bizni halok qilamsan demasligi uchundir.
Oyatlarimizni tafsiliy bayon qilib bergandek, ularni kufrdan va shirkdan voz kechib, iymonga qaytsin deb, ilgirki ummatlarni qilmishlari sababli qandoq jazolaganligimiz to'g'risidagi voqealarni shundoq tafsiliy bayon qilamiz. Ey payg'ambar, ummatingga Isroil avlodidan bo'lgan shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, biz u odamga samoviy kitobning ilmlarini ato qilgan edik. U diniy ilmlarni o'rganib bo'lib, uningdan yuz o'rdi. Bilganlarni tashlab etdi. Shayton uni o'ziga ergashtirib oldi. Shuning bilan u ozg'unlardan bo'lib ketdi. Agar xohlasak, biz ato qilgan bu diniy ilm bilan uning darajasini ko'tardik. Yaxshi ishlarni qilishga muvaffaq qilardik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafsi xohishiga bo'ysundi. Dunyolik lazzatini va rohatini oxiratlikning oldiga qo'yib oldi. Allohga itoat qilishdan bosh tortib, uningga osiylik qildi. O odamning qilqi ishga o'xshaydi-ki, ishni qo'g'lib etsangmi, tilni chiqarib hasiraydi. Qo'g'lib etmasangmi, tilni chiqarib hasiraydi. Xuddi shuningdek, mundaq odamga da'vat qilsangmi yoki da'vatdan voz kechsangmi, baribir o'zining kofirligini davomlashtiradi. Ey payg'ambar, bu bizning dinimiz yetib kelishdan ilgari ozg'unlik patqoqlarga petib ketgan ozg'un qavmning misolidir. Ey payg'ambar, qavmning tafakkur qilishi, ondan iymon etish uchun ularga ilgirki ummatlarning qissalarini so'zlab bergin. Allohning oyatlarini inkor qilib, dalil pokitlarni yolg'onga chiqarib, o'ziga zulm qilgan qavmning misoli nima degan yaman. Allah kimni iymonga va taat ibodatga muvaffaq qilsa, hidoyat topquchi ana shudir. Allah kimni hidoyat qilmasa va ozg'unligida qoldirsa, haqiqiy ziyon tortquchilar ana shulardir. Shek shubhisizki, biz jin va insonlardan nurg'unlarni dozoq uchun yaratdik. Ularning dillari bor bo'lg'ini bilan aqlini ishlatmaydi. Haqiqatni tushunmaydi. Shunga ular savobni ko'zlamaydi. Azobdan qo'rqmaydi. Ularning ko'zlari bor bo'lg'ini bilan haqiqatni ko'rmaydi. Ularning quloqlari bor bo'lg'ini bilan Allohning oyatlariga va haqiqatning sadosiga quloq solmaydi. Ular tushunmaslikda, bilmaslikda, o'ziga foydali narsani ko'rmaslikda go'yo hayvonlarga o'xshaydi. Balki ular hayvondan battar ozg'undir. Chunki hayvonlar o'ziga foydali narsalarni ko'radi va o'zining boqquchisiga bo'ysunadi. Halbuki dozoq uchun yaratilgan bu kishilar hayvonchilikmi bo'la olmaydi. Ana shular Allohga iymon etish va uningga itoat qilishdan g'aflatda qolganlardir. Alloh taoloning ulug'ligiga va kamoli qudratiga dalolat qiladigan go'zal ismlari bor. Allohning hamma ismlari go'zaldir. Sizlar tilaklaringlarni Allohning shu go'zal ismlarini atash bilan tilanglar. Allohning ismlarining ma'nosini o'zgartiradigan yoki mushriklar butlarni Allohning ismlari bilan atab olgandek, Allohning ismlarini naloyiq narsalarga qo'llanadiganlar bilan qaringlar bo'lmasin. Ular Allohning ismlariga qarta sodir qilgan qilmishlarining jazosini cho'qim tortadi. Biz yaratgan ummatlar ichida kishilarni haq yo'lga da'vat qiladigan va haqiqatni ching turadigan bir jamoa bor bo'lib, ular hidoyat yo'lboshchilaridir. Ular iymon etish va yaxshi amallarni qilishga muyassar bo'lishdan iborat Allohning katta ne'matiga erishgan kishilardir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan, o oyatlar bilan qilingan vaz nasihatlardan yuz o'rgan kofirlarga kelsak, ularga oldi bilan bayashatlikning eshiklarini ochamiz. Shuning bilan ular o'ziga ishinib ketib, texmu haddidan oshadi. Ondan ular o'ylab baxmagan tarafdan tuyuqsiz jazolaymiz. Bu Allohning oyatlarini inkor qilganlikning jazosidir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan kofirlarga muhlat beraman. Ular qilmishlarimizning jazosini tatmaymiz deb gumon qilib, kufrda va zo'rliq zomburliqda texmu haddidan oshadi. Shuning bilan ularga beriladigan jazo
hassilab ko'payadi. Ularning azobi haqiqatan qattiq bo'ladi. Mening tadbirim haqiqatan kuchlidir. Azobim qattiqdir. Mening azobimga kuch bilanmi, hiyla bilanmi hech kim taqobil turolmaydi. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan ashu kofirlar Muhammad alayhissalomning majnun emasligini, aqli joyida ekanligini o'ylab boqmadimi? Ular aqlini ishlatmamdi. Halbuki Muhammad alayhissalom ularni iymon etmasa, Allah'ның azobiga uchraydiganligi haqida ogohlantiruvchi va ularga samimiy nasihat qilguvchi payg'ambardir. Ashu inkarchilar Allah'ның osmonlardagi va zimindagi hamma narsaning egisi va hammani boshqarib turg'uvchi ekanligini namoyon qiladigan koinot alomatlariga, Allah yaratgan maxluqotlarga nazar solmadimi? Ular yuqorqilarga tafakkur ko'zi bilan nazar selib, ibrat ilib, o'zlarining ajali yaqinlashib qolganligining mumkinligi va kofirlik holatida o'lsa, oxiratda Allohning qattiq azobiga duchor bo'ladiganligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular Qur'onning ogohlantirishiga ishonmasa, boshqa qaysi ogohlantirishga ishonadi? Allah kimni o'z ozg'unligida qoldirgan bo'lsa, uni hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Allah ularni o'z kofirligida qo'yib beradi. Ular bo'lsa tengir qolib yuradi. Ey payg'ambar, Mekkalik kofirlar sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Ularga aytqinki, qiyomatning qachon bo'ladiganligi haqidagi ilm faqatla Allohning dargohidadir. Uni faqat Allah o'zi belgilgan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomatning vaqti osmonlarning va zaminning ahliga maxfidir. Uning vaqtini Allohga eng yaqin payg'ambarmi va eng katta farishtalarmi bilmaydi. U sizlarga faqatla tuyuqsiz keladi. Ular go'yo sen qiyomatning vaqtini bilishga herisman bo'lib ketgandek, uning vaqtini sendan so'rashadi. Ularga aytqinki, qiyomatning vaqti to'g'risidagi ilm osmonlar va zamindagi barliq g'ayiblarni bilguchi Allohning dargohidadir. Lekin insonlarning to'lisi qiyomatning vaqtini Allohdan boshqa hech kim bilmaydiganligini bilmaydi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.